ikkita protsessorga ega kompyuterni aniq bilaman, siz ko'rmagansiz. Shohrux aka, bunda qanaqa o'yin o'ynasa bo'ladi o'zi? Любой o'yin o'ynasa bo'ladi. CS:GO, Dota 2, PUBG o'yinlar va nafaqat o'yinlar, balki montaj, render, hattoki sun'iy intellekt bilan ishlay oladigan kompyuterni taqdim etamiz. 27 dyuymlik 165 Hzlik LG monitorni ko'rishingiz mumkin. Case'imizning parametrlari esa 2 dona Intel Xeon G5-2680 protsessor, 64 GB operativ xotira, Gigabyte brendining 750 wattli blok pitaniya, suvli sovutish tizimi, xotirasi esa Lexar brendining 512 GB hamda qo'shimcha 1 TB SSD mavjud. Grafika uchun esa 8 GB lik RTX 4060 videokarta javob beradi. Ushbu kompyuter siz uchun universal yechim. Xohlagan o'yinlaringizni mazza qilib visokiy nastroykada bemalol o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Narx va mavjudligini bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Chernastotning Telegram kanaliga o'ting.